Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, tinchmi salomatmisizlar akalar. Biz bugun Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida Sulaymon mahallasidamiz. Akalar ishimizni yakunlash arafasidamiz. Shuning uchun sizlarga kichkina video obzor qilib qilgan ishimizni ko'rsatishga qaror qildik. Xo'p. Har doimgidek trend fasonimiz akalar. Narxlari ham, o'zini go'zalligi ham juda ham bir odamlarga ma'qul kelayotgan fasonimiz. Shuning uchun ko'proq videolarimiz mana shu arqon valasina to'g'risida bo'lyapti oxirgi paytlarda. Chunki aholining cho'ntagiga ham, uy yarashimliligi ham hammasi ko'proq mana shu fason ma'qul kelganligi uchun 10 tadan 8 ishimiz mana shu bo'lyapti akalar. Xonadonimiz juda ham chiroyli remont qilingan akalar, granitlar bilan, kafellar bilan. Xudo xolasa, mana zinalarimiz. Videoni ko'rish davomiyligida akalar xonadoningizlarga qilayotgan sokol, granit ishlarini ham o'zingizlarga qanaqadir joylarini olib ketsanglar bo'ladi. Chunki taglarini, sokollarini qanaqa rangda qilsam deb o'ylanib turgan bo'lishinglar mumkin. Mana shu holat ham juda ham chiroyli, menga yoqdi masalan. Nejavaka baranglar bilan yana ham go'zal bo'ldi, xudo xolasa. Xizmatlar vodiy bo'ylab tashkil qilganmiz akalar, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Ayni paytda ko'rib turgan fasoninglar 400 mingdan 430 ming orasida qilinyapti. Joyni katta kichikligi, materialni firmasidan kelib chiqib, uni albatta telefon qilganinglarda bafurja tushuntiriladi. Telefon raqamlarimiz ekranda bo'ladi, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan xonadoningizda ko'rishguncha deb qolamiz.